Assalomu alaykum azizlar. Xudo xolisa bugun haftaning birinchi kuni. Azizlar, bugun sana 15-iyun bo'ladi. Xudo xolisa yangi mestamizda yana bir bor tushuntirib o'tamiz. Ko'pchilik klientlarimiz adashyapti ekan. Azizlar, bu tarafimiz avtobus stoyanka sum tarafimiz bo'ladi. Avtobus stoyankaga qaragan shoppingning главный xodi. Xudo xolisa yana pastroqdan ko'rsataman. Ana mana shu Infinbankda orqasidan kirib kelaverishda platniy bu yoqda parkovka bor. Shu tarafga qaragan. Infinbank tarafga qaragan. Yani shoppingda главный zinasi bo'ladi azizlar. Eko shopping. Xudo xolasa yana avtobusdan qaragan tarafidan kirib kelaverasizlar. Shu zinasidan ko'tarilganinglarda birinchi etajga chiqib kelasizlar. Eski mestamizni bilasizlar, shu shoppingda podvali dedi. Shu eshikdan kirib kelardinglar. Bu yog'i Unnagamburg taraf. Unnagamburg endi yonboshimizda bo'lib qoladi. Birinchi etajga chiqib kelasizlar. Eshikdan kiraverishinglarda xudo xolisa bu tarafimizda yana reklamalarimizni ilib qo'yganmiz. Xudo xolasa bular hammasidan ichkarida bor mestamizda bundan ham ko'p vibrlar 5 millik matolarimizni xudo xolasa bu yerga yoyib qo'yganmiz. Kelaverasizlar, ichanga olib kirib o'lchab beryapmiz azizlar. Yana kelaverasizlar, har xil vibrlar. Buni go'zalligini qarang. Xudo xolasa endi mana eskalatorlarni ham podvalga tushib qiynalib yurganlar. Eskalatorlarni ham ishlatib qo'ydik azizlar. Bemalol kelaverasizlar. Bu yog'i azatib yana yosh katta onajonlarimiz ham bemalol chiqa oladi. Yana bemalol kelib podvaldan kesela bo'ladi. Shu tarafda yana eshikdan kiraverishinglarda o'ng tarafga burilganinglarda mestamiz xudo xolasa 114-do'kondan boshlanadi. 114-do'kondan oxirigacha shu. Kelaverasizlar xudo xolasa 114-do'konni eslab qolsanglar, shundan kirib kelaverasizlar. Azizlar, mana mato do'konimiz xudo xolasa kelib saylab olasizlar azizlar. Har xillari bor. Endi sizlar uchun yana yengillik bo'lsin, qulaylik bo'lsin deb turib ventilyatorlarni ham o'rnatib qo'ydik. Bu yog'iga shabada, bu salqingina mesda, issiqda qiynalib yurmaysizlar. Bemalol kelaverasizlar. Narxlarimiz shu 9 etaj bilan xudo xolasa yana 9 etajli filiali bo'lganligi uchun ajoyib narxlarda, arzon narxlarda qilib beryapmiz azizlar. Har xil vajlarimiz bor. Xilma-xili bor. Paplellarda, do'yillarda. Yana bu tarafimizda qoshli paplelarimizdan bor. Yana mushoyi paplellarimiz azizlar 10 ming so'mga tashlab berdik. Xudo xolasa bemalol kelaverasizlar. Yana bu yerga kelib narxlarni ko'raverasiz. 7,5 ming so'mdan yana Pressina pododalniki ham zo'r bo'ladigan vajlarimiz. Shifonlarimiz 7,5 ming so'mdan. Velvetlarimiz bor. 5 ming so'mdan beryapmiz, qarang. 10 mingdan sotilgan velvetlarimiz 5 ming so'mdan endi. Bemalol kelib saylab olib ketaverasizlar. Bu yerda leonlarimiz kelgan 20 ming so'mdan leon. Bozorda 35 ming so'm shu leonlar. Bizda 20 ming so'mdan. Xudo xolasa kelib saylab olib ketaverasizlar. Har xil variantlari bor. Nima yoqda muslimlarimiz 10 ming so'mdan berib turibmiz. Paplellarimiz 10 ming so'mdan boshlanadi. Har xillari bor. Xudo xolasa saylab olib ketasiz. Muslimlarda qarang, bir-biridan chiroyli. Har xil variantlardan. Alyonkalarimiz 15 ming so'm. Do'yillarimiz 17,5 ming so'mdan bo'ladi azizlar. Belmondo streshli cho'ziladigan variantidan har xil svetlari bor. Kelib saylab olib ketasiz 17,5 ming so'mdan. Leonlarimiz 20, immunning zarli variantlari bor. Xudo xolasa kelib saylab olib ketaverasiz. Ranglari bor 20 ming so'mdan. Arabikalarimiz trenddagi do'ykaliklarimiz 15 ming so'mdan. 15 ta ona. Bu yerda tilqilarimiz bor, yozgi tilqilarimiz 65 ming so'mdan edi. 65 ming so'm. Xudo xolasa kelaverasiz. Har xil variantlari bor. Faqat gulli varianti bor ina. Bunning katta gulliklari 85 ming so'mdan. Kelib saylab olib ketaverasizlar.